Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi oshxona mebelimizni o'z egalariga topshirdik. Hop, ushbu oshxonamizning uzunligi 370. Tepa tumbamiz 80. Gaz o'rnatildi. Vitishkalar sensorli. Bu yerga esa moyka o'rnatdik. Tepasiga mikrovalnovka pech joy qo'yildi. Bu yerga esa sushilka uchun joy o'rnatildi. Ko'rishingiz mumkin. Va kommentar bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu mebeldan uzoqlashmay, hammaga rahmat.